hozir hammasini ko'rsatib chiqardik, bittama-bitta. Erkaklar sotilib ketgan, faqat qiz bolalar qolgan. Kim bo'lsa mana. Mana bittasi. Bu men tanlagan. Lekin bu sotildi, bu sotilib ketdi. Men mayli dedim. O'zim tanlaganim, o'zim sotib olganim 300 mingga sotib oldim. Qo'ying, endi keyingisini ko'rsating. Hozir meni olganimni ham ko'rsatadi. Mana bu ham toza alabay. Mana onasi. Boshqasini ko'rsatingchi. Bu mana yana bitta erkakga qolgan. Bu erkagini sotilgan bu ham 350 ga. Qo'yinchi, o'nalilardan ko'rsataylikchi. Bitingiz namida? Mana o'ziga olib qolgan, o'ziga olib qolaman degani mana shu. Bu ancha semirib ketdi o'zidan o'zi. O'zi semiz. Ancha, xudo xolisa ayiqqa o'xshaydi, ayiq polvonda bunga ayiq laqabini qo'yib qo'yganman. O'ynariksen. Mana qancha toza yomon gibrid sifat mana. Mana yana bitta erkakga ketsa 300-400 ga berib yuboramiz. Mana shu bitta erkak qolgan, kim olsa mana 300 ga kelishib 250 ga endi mana. Obunachilarning 250 ga. Bo'pti mana. 250 baraka bo'ldi mana. Kim olsa mana 250 ga olib ketaveramiz. Mana aytsa mana bu ham yuryapti mana. Olingchi ashini. To'rt burjak tumshuqdi. Qaranglar, mana dadil bo'lib qopti, xudo xolasa. Bularni mana 200 dan beramiz sizlarga mana. 200 dan berasiz qiz bolalarni. Kami bor 200 dan. Men tanlaganini olingchi. Men tanlagan. Mana men olganimni ham bitta ko'rsatib qo'ying. 300 ga. Mana 300 ga oldim mashina mollarni. Yaxshi boqib beradi sizlar, buni yeringizni qistirib uzilib tushsin. Eng semizi mashina. 300 mingga oldim. 10 bilan 10 semiz mana bu. Endi yotibdi. Onalidan Xudo xolasa endi bularni semirib ketish bo'lsari endi ularni ham semirtiramiz. Avvalroq semizlarni tanlayapsizlar. Mana yuribdi ana. Mana sariq qanjig'i. Sarig'i mana Sariq qanjiqqa ish qo'yib bo'lganlar mana. Mana onasini o'zi mana. Onasini o'zi chiqadi. Yoshligida onasi ham xuddi shunaqa bo'lgan. Toza alabaylar bular. Emyotchini qaranglar. O'zimga yoqadi bu ham. Mana yurishibdi, qaranglar. Yurishni boshlashgan. Aslida 2 haftalik juylar. Mana unda olasa.